Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Yaqinda, meni profilim yaqinda emas, adashmasam 7-mi, 6-iyun kuni profilim meni blokka tushib qoldi. Va bilasizlar, ko'pchiligingizlarning xabaringiz bor, Instagramga unaqa tushmayman, faqat mana shu video qo'yishni o'rganib olganman. Keyin boshqa eski profilim bor edi, o'shani vasiyat qila oldim o'zim. O'sha orqali endi shu profilimda video joylayman desam, bitta qizimiz yozib qoldi, menda shunaqa muammo bo'ldi desam, bitta qiz Doniyor profilni berdilar. Alloh rozi bo'lsin, baraka topsinlar. Shunaqa tezlikda ochib berdilar. Mana bugun qaysi kun? 16-iyunmi? 16-iyun kuni login parolimni aytgan bo'lsam, blokdan chiqazib, menga 10 minutga ham, 15 minutga ham bormasdan profilimni o'z anonsiga qaytarib berdilar. Baraka topsinlar. Kimda shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, profillariga murojaat qilinglar. Ishonchli